Savol: masjidda namozdan keyin duo qilish bid'atmi? Allohni zikr qilinsa, yuragi siqilib ushbu zikrdan qochgan qaysi mo'min odamni ko'rgansan? Mana shu meni juda hayratga solgan narsadir. Bundan ham ajablanarlisi, ularni odamlar masjidda namozdan keyin duo qilishlari shariatda bormi deb so'rashlaridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har namoz so'ngida duo qilgan kishilarning sayyidi sanaladilar. Imom Muslim o'zining sahihida Sa'd ibn Abi Waqqosdan rivoyat qilgan hadisda u kishi farzandlarini jamlab ushbu duoni o'rgatganlar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har namoz so'ngida ushbu duoni qilar edilar deganlar. Duo: Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni va a'udhu bika minal ajzi wal kasali va a'udhu bika minal jubni wal bukhli. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbidan rivoyat qilgan hadisni eshitmaganmisan? Unda shunday deyilgan: bandam meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Meni bir o'zi zikr qilsa, men ham uni bir o'zim zikr qilaman. Agar omma orasida zikr qilsa, men ham uni ommasidan yaxshiroq yig'inda zikr qilaman. Omma odamlar orasida zikr qilish qanday bo'ladi? Bir do'stingni iymonda topib, ular bilan biror uyda yoki ko'chada yoki masjidda o'tirganingda Allohni duo bilan yoki tasbih va tahlil bilan yoki Allohning kitobini o'qish bilan zikr qilishingdir. Men ko'p marta aytganman. Zayd ibn Sobitdan bir odam masala so'rab kelganida, u kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning oldilariga olib boring dedilar. Men Abu Hurayra va falonchi bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidlarida mana shunday o'tirgan edik. Bizlardan birimiz duo qilar, qolgan ikki kishi amin deb turar edi. Keyin yonidagi duo qilar, qolganlari amin der edi. Shu holatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarni oldimizga kirib keldilar. Biz to'xtadik. Oldimizga o'tirib, qilayotgan ishingizga qaytib davom ettiringlar dedilar. O'ylab ko'ringlar ey do'stlarim. Sahobalardan bo'lgan ushbu kishilar Rasulullohdan eshitmagan narsani qilishlari, ya'ni 3 kishi to'planib, ularning biri duo qilib, boshqalari amin deb turishi, keyin oldidagiga navbat yetib, u duo qilib qolganlari amin deb turishlarini eslang. Ularning hayoliga bir narsa keldi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olmasdan bu ishni qildilar. Endi Rasululloh bugungi ba'zi odamlarga o'xshab ularga bu bid'at nimasi, men sizlarga bunday duo qilishni o'rgatganmidim, bunday yig'ilishni ta'lim berganmanmi deyishlari lozim edimi? Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unday demadilar-ku. Ular oldiga o'tirib, qilayotgan ishingizga qaytib davom ettiringlar dedilar-ku. Navbat Abu Hurayraga yetgan edi. U kishi: Allohim, sendan unutilmaydigan ilm berishingni so'rayman deb boshlanadigan duoni oxirigacha aytib duo qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qolgan ikki kishi bilan birgalikda amin deb turdilar.